Dada. Ha? Hı. To'g'ri emas-ku. Bir ko'y 5 ming oz setibsan-ku. Undaq emas-ku. Ey, kallang näket desening, ha? Qaramamsan buningga. Bu yeni tikilgan supti yaxshi o'tib tursa. Unutib qapdim. Ey, kallangni ishlasang bo'lmamdi. 25-26 yoshlarga kirib qopmi? Mushunchalik sodinib qilamsan. Xotin olamaydigan o'xshaysan sen. Menga mushlab qo'ytaq o't. Xo'sh amsa. Hey, akana qaramamsan. O kun bo'yi shundaq dadangdan ayrilmay tursa, loyiqdan muhimi tez uning. Ukam, to'ppalamsiz. Rahmat. Dilshab keldi. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Ha. İşçi kireli. Neymişti? Sizga bir narsa ko'rsatay. Ha, Nima bu? aldırmang. Apa qarama. Hey. To'ppani buningga esib satsak ham chiroyli ham qulaylik bo'ladi. Haqiqatan yaxshi o'ylabsiz. Qandaq? Bo'ptimi? Ha, chiroyli yasabsiz. Tunagan akşam siz uchun yasab chiqdim. Qo'lingizdan ish kelayotganjimi? Yoqtirdingizmi? Yoqtirdim. Hey, dadisi, qarang'a balaga. Ular nima degan maslashgan bir juftlar? Ularning to'y kunim yiqilishib qoldi. Buningga men allaqachon tayyorlik qilib bo'lgan. Hey, anglayapsizsiz? Bizning to'y ishimiz. Bizning to'y ishimiz. O nima deydi? Dana. Dadam to'y ishimizni yana keyinga surayli deydi. Nemishqa? Sen do'konga qarab tur. Men sirtga chiqib kiray. Oy, pulni yan silvatdingizgu. Bugun balalarga azroqdan pul berayli dadisi. Hey, çekilma. Bu degan dasmoya, bildingmi? Bundaq bo'lsin ham bo'pti. Mening o'ylig'im bor. Xudam, kun o'ltirib bo'ldi. Yana pul tepishni o'ylayaptimiz-a? Vay qudam, tepishq tegishlik pul allaqachon cho'ntakka kirib bo'ldi. Men mo qaytay deb turgan edim. Sizlarmo dal vaqtida kelibdilar. Meni ag'ash ketmamlar. Bo'ladi. Men maxsus sizni opirib qo'yish uchun kelgan. Bugun kun qayoqdan chiqqandi? Bizni ham tuqqantirsa. Qudam, balalarning to'y kunini dasturxon tashlagan kunini bekitib bo'lgan. Yana nimaga kayniga so'ray? Men mo xolamayman. Mening mo kayniga surgim yo'q. Biroq shu to'yliq ishida qizim ancha rozi bo'lmaganda qiladi. Voy, Cho. to'yliqning ishini kelishib bo'lgan-ku. Biz kelishgan-ku. Hamma ishni ular o'zlari hal qiladigan bo'lgan-ku. To'g'ri, shundoq. Biroq mening qizimning yana bir jup oltin bilaguzuk, bir tal uzuk, bir jup halqa, yana bir tal oltin soat taqog'isi bor ekan. Uning yana bir motosiklet og'isi bor ekan tehi. Nima? Yana bir tal aeroplan. Bu meni vayron qilimiz deganlar bo'lmay nima? Qudam, aeroplan elib nima qilamiz? Aeroplan olmasak, poyezd olamiz, qudam. Cho. O'lga qiyri. Bulanchining o'zligi bu. Texmini ziyon tatqizmoqchi ekan-a? Qarab tur. Qudam, nima o'ylayapsiz? Men sizlarning malikadek e'tiborli qizlarga bir o'rda sappasammi, arziydi deganni o'ylayapman, qudam. Bu o'g'lon nima degani-da? O taş sanısı-chu, men qum sanayman.
Nimani xiyol qilib ketdilar, qudam? Men mi? Biz ikki ailenin balaları mijazi şundaq o'xshaydi. Igiz pakaligi, o'riq semizligimi shundaq mos kelgan. Jahonning o'chitiga beribmi, bundaq mos kelgan bir juftlarni topib olmaydi, shundaqmi? Shundaq. Men shundaq o'ylayman. Ularchi Xudo qo'shgan bir juftlar desalar, ularga bundan ortiq muvofiq odam chiqmaydi. Shunga biz ikki oila qurilishyapmiz emasmi? Albatta shundaq, qudam. Biz degan quda tursak, Shundaq, meni demoqchi bo'lganim, qudam biz qaysi quda bo'laylik? qaychi quda? To'g'ri. Demoqchi bo'lganim, qizingiz Ro'shangulni o'g'lim ahliga bersingiz. Buningda biz texmi yaqin qudalardan bo'lmaymizmi? Cha! Hey, Ali! Ha, mana. Qaytib keldingmi, dada? Ama teshikmi? Adingmi, dada? Ya qarimidan. Apangga deb qo'y. Men kelgicha suyoq ashib tursin. Men bu hammangni, qudimizni olib qo'yib kelay, Cho. Qanaqa quda? Gap bitan bu. Ro'shangul! Tez kelib yordamlash. Mana opa. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Sizning bu qizingiz bilan mening o'g'lim toza maskagidek. Xuddi qavqi ziri sepganga o'xshash, texmi yaxshi bo'ldi. To'g'ri dedilar, qudam. Bu uyda mening deganim hisob. Biz kelishdikmi? Bo'ladi, kelishdik. Dasturxon ekiladigan ishni keyin deyshaydi. Bu ishni Qurbon hayitdan avval bitirib o'tay yaqinda. Bo'ladi. Deganlardek bo'lsin, qudam. Ma'qulamisa? Nima? Qaychi quda? Shundaq. Gapimni anglasizlar. Ularning qizi qanchalik to'yliq talab qilsa, bizmichi qizimizga shunchalik talab qilamiz. Meningcha bu ish toz muvofiq bo'lmabdi. Undaq emas. Baravar asosda qizimizni yotliq qilib etsak, bu noit yaxshi emasmi, dadasi? Ha? Biroq bizning qizimiz bir qitim to'y qilib bo'lgan tursa, Buning nemisi yomon? Bo'laverdi. Ansirimizlar. Qaychi quda? Dadamning nima o'ylaydig'ini zodi bilmadim. Puldan boshqa yana nima bo'ladi? Yana shu pul. Bo'ldi opa, to'yning ishidan siz ansirmang. Shernay. Ha? Sen degan jipni og'ash keldim. Men. Hey, dada, nimishqa bundaq hipni oldingiz? Bu degan arzon. Bundaq hipni kechda tiksa, necha kundalar pitidan tushib ketadi. Buning bilan nima qarang? Sota olsangmi bo'lmadimi? Siz bexilkansiz, dada. Shernay! To'xta! Hammasi sening kasobing. Uni akilitib, mashina qilib qo'yding. Biroq uni degan to'g'ri tursa, Xo'shamisa? Qizim, bu ishda mening gapimni angla. Xotirjam bo'l, ha? Nima? Tegmayman. Undaq sisiq mavzusi uchun o'zingiz teging. Ondaqda nim bo'pti. Uning bir opdan hunari bor. Pul topsanglar bo'lmadimi? Uning oilasi ham boy. To'y qilgandan keyin u butunlay sening diningni anglaydi. Sen o'ng'i desang, u hargiz to'lg'ilmaydi. Bundaq arni nerdan topsan, qizim? U sening atrofingda cho'g'lab yuradi. Men-chi buni allaqachon o'ylab qo'ydim. To'yni noyda hashamatli qilamiz, ha? Seni noyda chiroyli yasab, butun shahardagilarning ko'zidan o't chiqarib etamiz. Buning uchun bir 200 mehmon chaqirsaqmi arziydi. Sen obdan o'ylab baq. Sen degan bir qatim to'y qilib bo'lgan odam. Shon yana nazlanib o'tirma, ha? Undaqda bo'lmaydi.
Ularning qizi qanchalik to'yliq desa, menga shunchalik erish kerak. Ma'qul. Men-chi seni hargiz ziyon tatqizmayman. Biz-chi ko'proq ish qilishimiz kerak. Sanglarning to'y ishi uchun oz pul xarjlamadik. Qara bolam, u qiz-chi. Amaliyoti bir qatim to'y qilib bo'lgan bilan o'niri bor. Uni kelin qilsak bir tilla to'kiladigan daraxtning o'zi bo'ladi. Qandaq? Bundaq yaxshi ishni men tushimdimi o'ylayman. Biroq to'yni mushundabli qilamizmi? O'ylaganimizga erishimiz deydiganmiz, ko'proq pul tepish kerak. Pul degan bu narsani-chi 10 tin topadigan ish bo'lsa, hargiz bal qo'yotmaslik kerak. Ma'qul dada. Ey. Hoy. Dada, buni nima qilamiz? Qara bolam. Biz o'tikning boshlig'ining yerimiga qo'y terisi, yerimiga lata ishlatamiz. Ondan channi chiroyli chaplaymiz. Xurumni amal ba, oz ishlatamiz. Ko'rdingmi? Channi chiroyli qilib sipni o'rnatamiz. Buningda-chi ham tanarqini tejigili, ham vaqtni tejigili bo'ladi. Bir kunda necha 10 jup bitirib olamiz. Apa, bu eshak yo'lini ishlasak o'zini o'tmay tuki tushib ketmamdi. Ahmaq. Qo'lingni ishlatmasang hargizmi jiq pul topolmaysan. Ancha-muncha hunar ishlatmasimi bo'lmaydi. Asli gapga kelsak, sen to'y qilsang, yili uni olaman, yili buni olaman desang, pul osmondan tushmaydigan-da, qizim. Bu ishni sana ko'z tutib qo'yay, ha? Qara, chamni o'rnatib, poshnisini joyiga qo'yibla, ustiga bir qavat sir berib, boshqa sufti yaxshi mollar qatoriga qo'ysaqla, Rossiyaga saqtligini hech kim bilmaydi. Biroq bu suvi taksila erib ketmamdi. Voy, buning bilan nima qaring sening? Setib chiqasanglar bo'lmadimi? Biz avval buningdan 200 jup tikayli, ondan ras oyoqni savdogarlarga sotamiz. Ondan u yana oyoqda kelgan chog'da buni qo'shib o'tamiz. Shuning bilan pul o'zi kelmamda. To'g'ri. Oyoqning shakli cho'qim yangi ham moda bo'lish kerak. Ularning diqqatini tortalisizlar, sufti bilan hisoblashib o'tirmaydi. Agar biroz bilib qilib uyga izlab kelsa, yuzimizga sat emasmi? Hey, sen-chi meni bo'sh chaqlab qapsan. Qandoq yaxshi molingiz bor? Bizning ambarda yana 5 dona subatli gilam bor emasmi? Biz uni ep chiqib ba'zan tushirib to'xtab sotamiz. Xaridorni jalb qilamiz, ondan ular diqqat qilmagan chaqda bu gilamlarni sotamiz. Qandoq amalim bo'lamdikan? Buni qilsak bo'ladimi? Bo'ladi. Menchi bir qo'lidan ish qiladigan yigitni ko'rib qo'ydim. U o'tirga chiqsa hech qanday chataq chiqmaydi. Voy, bizga tag'li beyimiz qizi. Amalingiz haqiqatan ko'pkan-jimi? Albatta, men bu g'ishqila bu oila musholga kelgan degina. Rastaysiz, apa, rastaysiz. Hisoblab boqayli, ha? Kendir qog'ozi biri 30 pun, latining biri 10 pun. Xurumning arzinini ishlatsak, 200 jup oyoqda jami 4-5 ming koy topadi ekanmiz. 4-5 ming koy, qara, mana 300 jup bo'lsa-chi. 300 jupda Ötürüp teptiniz, işni başlaymen, işini dinlep, hüner izledik her bir zulani. Koşu topuymen, eplem seplep, ofte okkuzu, tunne ozkaşlep, hayda topar men, esesselep, ofte okkuzu. Gece etraf dipdiniz,
Ayakni başlayman Tümlükni dümle Beyşu dirige Kartuni yemle Ayakni cemle Tatimen eple Oster kuzu Kulnaz kajdem Haydalar men Mekkesiler Oster kuzu Kulni asekler Hayda ağlar men Mekkesiler Ezan sattım, ne sattım? Tez gelin la tez! Tügepke sıkamaydı o! Tez gelin la! Şanghay'dan yeni keltirgen ayakla! Ау аяқ сатқышы болам екен. Ha, bo'ladi ekan. O'cho, sodiq epi bor, ham gapga muqist ekan. Sen uni ko'proq o'rgan, ha? Ezan sattım, ne sattım? Şanghay'dan yeni keltirgen ayakla! Tez gelin la! Aldırman la! Bir-birlep gelin la! Bir-birlep gelin la, ha? Mana sizni! Ha, bunu da aldırmay gelin la! Gilam setilala, gilam setilala. Bir patsa 200 yuan. Ha, başka joyda 300 yuanga set olamaysilar. Shundoq gilam, qarala, shundoq nafs to'qigan gilam. Ha, mana qarala, nima degan nafs? Chiroyliqmikan? Ha, bu gilamning sifati haqiqatan yaxshi. Shundoq yaxshi gilam. Bu haqiqatan nafs to'qigan gilam. Ay kızım, avu jigitni ko'rdingmi? Mening ko'zim adam tonimdi ekan. Gapga nima degan usti jigit bu? O haqiqatan gap ustigan appa. Ha, bir patsa 200 yuan. Haqiqatan bek arzon. Ha, ma'qul. Başka joydan izlabmi topolmaysizlar. Xususan set olamaysizlar. Gullar shundoq chiroyli, ranglar ko'zim chaqnatadi. Ba'zi arzon. Tez bo'linglar, tez. Tez bo'lmasanlar qolmaydi. Tez bo'linglar, tez. Appa, bugun gilamni haqiqatan tez yetib oldik, ha? Men burala degan ko'proq pul topgan bo'lsa mening gapimni angla deb. Undaqda uydaginim echqib setib deyli. Onun texi vaqti emas qizim. Akka deyman. Aldırmay tursak, shundoq yaxshi setilsalar, kishilar oldimizga o'zi istab keladi. Appa, hammani silib oldingizku. Uchib ketishdan qo'rqaman. Men persent ayrayman. Hey, bir oylik kishilar turib nima persent ekan u? Sana nima kerak bo'lsa epasam bo'lmadimi? Men cho'ng do'kon ochaman. Sana ep beray. Ep beray. Men holi qolaman. Ep beray. Olaman. Ma'qul. Ep berman deganligim bo'lmadimi? Dada? Nima ish o'g'lim, ha? Dada, bugun oyoqlarning hammasini satdik. Haliqi saxta mallarni satdingmi? Oldirma, bolam. Bazacho toza yaxshilanganda haliqi 200 jup oyoqni ep chiqib, bir yo'lini qo'ldan chiqaramiz. Qarab tur.
Nimaga qarayapsan? Hey, Ha, hech nimaga dada. Pul degan yaxshi narsa. Pul bo'lsa, jangalda sho'rpa deganni o'ylayapman. shundoq bo'lmaydi o'g'lim. Pul degan erlarning qoni deb bildingmi? U pul Ma. Kelinglar. Arzon gilam. Boshqa joydan 300 so'mga topolmaysizlar. Arzon sotdim. Kelinglar. Chiroyli gilam. Yaxshi gilam. Qani kelinglar. Qani kelinglar. Oldirib berib qarab boqay. Qani qarab beqing. Qandoq ekan? Shundoq chiroyli. Gullarimiz shundoq chiroyli. Qani keling. Ko'p beqinglar. Kechiringlar. İki so'mma? Shundoq 2 so'm. Qara, bu gilam bo'ladigan juma. Gullari nafis, sutimi yaxshi ham bahosi arzonkan. Bu 200 so'mga haqiqatan Men arzimagan. bundoq arzongilamni ko'rib boqmabdi ekanman. Buni chiqaraq setib olib, foyda sig'sasak chiqib pul Ha, topadigan emas. ma'qul. Hey, gilam sotquchi, hey! Aka, gilam olamsiz? Ha. Bu gilamning bahosi 200 so'm. Bundaq yaxshi gilamni hech nerdan topolmaysiz. Qarang, gullar nihoyat ko'rkam. Shundoq yaxshi to'qilgan gilam bu. Qarab beqing, bak arzon. Shundoq nafs to'qilgan. Yigit, bu gilamni nerda to'qigan? Bu gilamni chat Midirlamang, ha? Midirlamang. Hech yo'q-da? Chataq yo'q. Hech yo'q. Gilam olamsiz? İlishni olaman. Har birisida 5 so'mdan tushirpasang, men hammasini olaman, qandaq? Bo'lmaydi. 1 so'mni tushirishga hargiz bo'lmaydi. Shundoq bo'lsin, aska. Bo'lmaydi. Undaq bo'lsa, kelishdik, ha? Har birisida 5 so'm tushirib ber. Bo'lmaydi. Bo'ldi, qila kelishdik. Ha, bo'laq. Qo'lingni qo'ying. Kelishdik, bo'ldimi? Kelishdik, ha? Bu siz her bir gilamda 5 so'mdan tutib qolaman deb yana hamma puldan 5 so'm tutib qolibsiz-ku. Nahayt shu 5 so'mga ofka. Men Yo'q, bo'ldi, sotmayman. Bo'ldi. Ay, to'xtat, tur, hemen beray. Qo'lingni acha. Qo'lingni ber. Voy, olaman. Bu navatni sana bekaga berdim. Bu Mana. Ha, bo'ldi. Qaramlikni olasiz, ha, mana. Ha, bo'ldi, oldirmay turing. Ha, mana. Shundoq ekan. Oldirmay turing, ha. Ha, Shanxaydan keltirilgan esil oyoq. Qiramadi, masala yo'q. Chataq yo'q. Ketib olay shu. Oyoqdan sutidi masala yo'q. Nomaz bera. Ha, mana sizga. qizilidan bir nelimda. Ha, bo'ldi, oldirmay turing. Ondan bozorga ip chiqsa. Mana mavzu sizga. Hey, oyoq sotquchi. Ha, Bu oyoqda yana qanchalik bor? oyoq olamsiz. Olay degan. Hammasi shu. Ay, biroq bir qimmatgan. Siz hammasini menga 80 tiyin tushirib bering, qandaq? Bo'lamdi? Yo'q, bo'lmaydi. Hargiz bo'lmaydi. Bo'ldi, men hammani olmadim-ku. Qarang bu ishga ayolcha oyoqqa. Bek chiroyli ekan. Ammisoq tugab ketdikmi? Hey, appa, qarang. Appa. Bo'ldi, men Bo'lmaydi. Bir tiyin kam bo'lsa bo'lmaydi. Yo'q, sotamayman. Hey, bu Qopolmaysiz. pulchi hargiz kam emas. Ila buni. Siz nimanda qamdi? Oy, yo'q, bo'lmaydi, bek arzon bo'lib ketdi. Qulda berdigan siz asingizchi. Oy, mening tomoqim. Ajabmi yarashdi. Nimaga chiroyli? Ha. 50. 60. 70. Bu ishkisini o'zimiz keyli, ha? 100. Ha, bu ishkisini mi oldik? Sizga deb qo'yay, pul hargizmi kam emas. Ha, obdan sanab qo'yib bering. Ma'qul. Dilshod. Ha, mana. Apa. Nemish? Bu yoqqa kel. Bu eshikni ko'tarib ustiga ep chiqib bergin. Ha. Avayla, ha? Oy. Ha.
Nima degan ig'ir? Qanday qimmatli narsa bu? Hammasi sizlar uchun bolam. Sening to'y ishing buningdimi ig'ir? Qarg'ana, bu xurum oyoqlar ham arzon, ham chiroyli qara. Arzon malning yaxshisi yo'q. Osh. Sen nimani biletding? So'da qilishni bilmasan, qaysi oilaning qizi sen tegishga jur'at qila olaydi? Apa. Osh, ne turg'ana? Hey, abba, akang men ko'tarib beray. Voy! Bu material setib oladigan pul. Bu boshning puli. Buni to'yga ishlatay. Buni opamga beray. Dada, men sizga bir narsa setib oldim. Dada, qarang, bu chapon bo'lant ekan. Ha? Dada. Ha? Kimning bu? Sizga setib oldim. Voy. Kiyim elib nima qilasan deyman, mening botirsa. Dada, bu bek ko'nirab ketibdi. Almashtirdigan vaqtim bu bo'lib qopti. Shuni setib oldim. Bo'ldi, qaytirib at. Men kiymayman. Sen to'y qilsang, pul ketadi, akang to'y qilsa pul ketadi, ammisiga pul ketadi, pul. Mening nima buncha ko'p pulim bo'lsin? Buni cho'qim xil jiq pulga olding. Qaytirib at, eng yaxshisi. Menga qaytirib at. Voycan. Nerede? Abba, bekle şahsiyet ekansiz jumu? Osh, aynaki qarashning shaxsiyatchilik bilan nima munosabati? Appa qizim, qarg'ana, bu kiyimlar yarashibdimi? Voy, abba, bo'pti. Bek chiroyli bo'lib ketibsiz. Qarab baqaychi, bo'libmi? Bu oyog'ingiz xuddi kinolardagi oqsoqlardek. Yo'q. Malikning opsidagi bo'libsiz. Bu ayak chiroylik mikan? Menchi bu ayakni kiyib to'yga boradigan bo'lsam, shahardagi hamma xotinlar qarab og'izni ichib, "Hanviqib qoladi" desilar. Menikiga qarang, dada. Menikiga qarsilar? Menikiga qarang. Ro'shangul. Mana keldim. Mangayli. Yuringlar, mangayli. Talay hoja, tinchlikmi? Qanday ahvolingiz? Tinchlikmi? Tinchlik. Yuringlar, mangayli. Bek chiroyli bo'lib ketibsiz. Ro'shangul, bo'ldi sekirmayman. Bo'lmasa oyog'ingni paskin qilib olasan. Voy, abba, undaq bo'lmaydi. Qarang. Nima degan chiroyli oyoq bu? Nereden aldın? Shangaldan oldim. Haqiqatan chiroyli ekan. Talayxonaja, oyog'ingiz bek chiroyli ekan. Nereden setib oldingiz? Bek chiroyli ekan bu oyoq. Bu oyoqni-chu, ilqi nima? Malayziyadan kirgizilgan ekan. Bilamsiz, bu oyoq faqat ikki juftlik kirgizilib ekan. Qizim bilan ikkimiz setib oldik. Bak qimmat. Minglar.
Ben yaktırıp kalsam pul bilan hesaplashib o'tirmayman. Albatta malum o pulga tushliq bo'ladi-da. Shu emasmi? Ben odatda baho talashmayman. Faqat yaktırsam setib olman. Pulni hajlamay nima qilamiz? Voy, bak chiroyli oyoq ekan bu. Rahmat. Mening mo setib olgan batdi. Lekin bak qimmatgan. Azroq bo'lgan bo'lsa-chi kashki. Yuringlar. Assalomu alaykum. Aleykümselam. O'tdan. O'tdan. Qani, o'tirsizlar? Qani, baxsizlar. Hey, oldirab qizib ketdi. Berib ko'rib kelaylik. Yuringlar. Ko'rib kelaylikchi. Ay, Talayxonachi, otirak berib usloynab bu import qilgan oyog'ingizni hammaga ko'rsatib qo'ymamsiz. Yuring. Yuring. Oyey. Nima bo'ldi? Voy. Qara. Bu Malayziyadan import qilgan oyoqmi ajrab ketdi ekan-a? Nemish bu? Qaringiz nima? Sizlarning mening oyoqim bilan nima qarinlar, ha? Ajrab kelsa nima bo'pti? Ajrab kelsa mening oyoqim ajrab ketdi. Ish qilib men bu oyoqni bak qimmat olgan. Oyey. İsvagan zıpo zinnetlerimmi? Neçe mi so'mliq keladi? Tek kulib meni maza qilib ketishini. Oyey. Rakimni qara. Kulayveringlar. Kulibchi erkaklar tushib qolsin. Osh, ketaychi. Ne bo'lgandi? Abla. Hay. Ilgirmoz do'st. Nemişki menanda qeyri xotini aldaydi deyman. Kishilarning oldida yuzim muqammidi. Buni degan kishilarga qanday qarayman? Yuzim bak tushib ketdi. Bo'ldi apa. Ko'nglingizni yerim qilmang. Men burilla azan go'shtining sho'rpisi yo'q desam, meni ahmoq deb tilladingiz. Hozir ba'zi odamlar-chu pul tepish uchun har xil usullarni qo'llandi. Hey, apa, siz doim yuvashni bo'zak etmasak, qiyomat so'rig'i bo'ldi dedingiz-ku. Nima? Men ochiq yutib yotsam, sen meni maza qilyapsan. Yo'qol. Buni o'zingiz degan-ku. Og'zim ushim, ko'zimdan yo'qol. Ma'qul. Yo'qol deyman. Nima ish bo'ldi? Bu nima qilinglar xotin? Kechiring, bu atrofda bir oyoq sotquchini ko'rdingizmi? Ha? Qanday oyoq sotquchi? Beshiga teri to'maq kiyib olgan odam. Tarafga berib istab beqi. Baba, gilam olamsiz? Olaman. Qancha parcha bor? 10 parcha.
Süpütü nahaydi yaxşı. Qarang, qara peqing. Qarang. Bo'lamdi ekan. Yigit, buni ko'rdingizmi? Bu eshak yong'i to'qilgan gilamkan emasmi? Pulga yaramaydi. Eshak yong'ida? Shundoq qaramamsiz. Qaramamsan yigit, men aldaydigan bitim. Roşengül, tapaladın mı? Tapamadım. Tulu meni putlarım üzülüp gider dedi. Helik ayakçıdan karşı mı görünmeydi? Esta, hem de kandak mı kılamen? Bu ölgür aldığım cehacep tezle yokap getipti dese. Ah Xuda, hemminla yaramaz bir kan taleple. Ah Xuda, yalnız özüm berip izdey. Abba, nemeki qaravatısız? Gep qilma. Dal shu ablah. Men uning putini chaqvatmaydigan bo'lsam, Apsi astaraq men Allah. men uning tomog'idan tunib oldim. Uni hargiz ajrab qo'ymayman. Uning beshini yaratmasam hisob emas. Voy meni tumuqim! To'xtamayman. Voy Sen berib tez dadamni chaqir. Uni qochirib qo'sh qara. tumuqim! Meni tumuqim! Meni tumuqim! To'xtamayman. To'xta! Bu aldamchi. Aldamchi! To'xta deyman. To'xta! Aldamchi! To'xta deyapman. Qaysi qilgan gunohimga meni bundoq jazolaysan? Oy. Ulan. Yardım et. Meni yulib olsanglarchi. Ovaylan. Aldırma ya. Aldırma. Ovaylan. Ko'zim hech nimani ko'rmayapti. Qanday qilaman? Ovaylan. Ele, bunu da sürtü bile. Oy. Siz men izlayotgan hiliq aldamchi emaskansiz-ku. Ben sizni kaçan aldığa? Kechiring aka, ko'zim torlashib qopti. Hargiz xafa bo'lmang. Ey saran xotun! Sen benim işe karvamını kadın çıkardın tölep be! Oy, kechiring, ko'zim qarg'u bo'lib qopti. Gözün karığı bolamda bomamda benim karım yok. Arvamını tölep be! Arvam künde 30 son tapalaydı. Sen bana 200 son tölep versen. Eğer tölep vermeydiğin bolsam, ben seni hergiz boş koyuvertmeymen. Anladın mı? Oy aka, kechiring, Xudoning haq hurmati bilan menga yordam qilgan bo'lsangiz, mening bir tiyim pulim yo'q. Jamoat, men uchun bir yig'iz gap qilib qo'ysanglar-chi, men sirtdan kelgan xotin, yenimda bir tiyim pulim yo'q. Pulum yok. Pulum bulmuşsun meyli. Menence kolundaki avu altın bilezikini versen mi buludu? Oy, bu mening jinimni og'im bilan baravar. Oyoq sotadigan aldamchi meni tugashtirdi u endi. Oy. Abba, Dadam qani? uyda yo'q ekan. Ah Xudo, u o'lgir qayri. Men nima degan sho'r peshana, qo'lidan yetishganmigan bu axaq degandan. Oy. Abba, zaten ne iş oldu? Ha? Sorma, aldamchini tutamadim. Yana 200 so'm pulni bulab ketdi. Nima? 2 so'mni bulab ketdi? Amsa tezda deloni olib qilayli. Tez bulang appa. Turing. Nima delo? O'zimga as. Men o'zimgacha avvatlik tepishni xohlamayman. Dadisi, qo'g'oya. Sen mi ye?
nima degan tatliq? Tu. Gilenning hammani yandırıp kepsan go. Hech kim buni setib olmadi. Nimishqa? Ular bununla eshak yungu aralashtiribdi deydi. Söyleme! Balam. Biz aldınıptık. Ey! Asta. Nimaga qarab tursan? Tez berib izlamabsanmizmi? Bu ne? Asta. Men azaldan bundoq cho'ziyan tatib boqmagan. Tugashdi. Astag'firullah. Nemish bo'ldi? Tugidi. Aldamchi hammani aldab ketibdi. Kimni aldidi? Meni umamda. Sadi nemish bo'ldi? Tez berib izla. Berib izla. Berib iz. Nimaga turasan? Berib izla. Voy. Endi tugashdi. Endi qanday qilaman? Qani kelinglar. Maraman. Kaynalarni qarshi olaman. Qani ko'ringlar. Qani. Ko'rib beqing. Bu chimen doppa. Mana bu badam doppa. Qani ko'rib beqing. Qani ko'ring. Buni ko'rib beqing. Bog'dak, rostla bog'dak. Yarashdi. Qani xalqancha ko'rib beqinglar. Qaytarsizlar, yana kelasizlar. Ma'qul amsa, xo'sh. Ma'qul. Yana kelasizlar. Ular do'ppimizni yaxshi ko'rib qopti. Men yana xarida boshlab kelaman. Ma'qul. Rahmat Xo'sh, sizga. Xo'sh. Avaylab ma'asizlar. Hey! Bek saqlab ketgan o'xshamamsiz. Yaqay. Ohoy! Sodingiz bek yaxshi o'xshamamdi. Hammani setib olay deb qopsiz-ku. Kim deydi? Sizga bir xush xabar aytay. Men tikkan kostyumlar yarmanka qatnashtirilgan bo'ldi. Rasma? Bek yaxshi bo'pti. Qarang. Yoqtirdingizmi? Yoqtirdim.
Aka, gilam satqan adamni ko'rdingizmi? Ha, yo'q, ko'rmadim. Ha, nima lozim? Avar qildim. A tarafga berib so'rab berdim. Av tarafkimi? Shundaq Ma'qul, o'tilmayman. rahmat. O'tilmayman. Tuzit qilmay ilivagin. Rahmat. Yana qo'ldan chiqargan bir asmal bor. Bu Pul. Bunundan xotirjam bo'l. Qog'alarini setib bo'lsang, biraqli beraman. Appa, Ha? Nima ish? Xotirjam bo'l. Gilamni hozircha sotmay turayli. nimishqa? Heliqqa gilam setib olgan odam seni izlab yetibdi-dek. Sen avval yushirinib tur. Agar birasi tunib olsa, ikkilimizga yaxshi emas. Avval buni xajlab turgan ish bo'lsa. Ala, yana izdayman, Jumo. Ha? Bu pul. Ayolimga ishga qor kiyim setib olishga yetgidek. Nasbasti, u odamni topolmadim. Hey, tazimi bir yaramas nima ekansan? Yana o'zim berib izday. Dada, bo'ldi barmang. Uni hech kim tonimaydi ekan. Yanala saqchiga ma'lum qilayli. Og'zingni yom. Yana menga avorchilik tepmamoqchimi, ha? Elam. Rahmat balam. Mening yeshim cho'ngib qoldi. Kiyimimni unutib qoptiman. Sana qandoq rahmat etishni bilmayapman. Undaq demang, tag'a. Senandek ahmaq dunyoda oz uchraydi. Nemishqa bika haq sovg'a qilasan deyman, ha? Appa, o'zimga taval bo'lmagan pulni men hargiz olmayman, appa. Lay 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 Hey, lay Ali. lay 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 lay. Ay. u ahmaq. Ali, tezman, sening pul silib oljimi? Ha, elib oldim. Üzüm eli olunla üzüm. Tembumuz pulamayman. Üzüm eli olunla. Üzüm bek tatlı. Üzüm eli olunla üzüm. Üzüm bek tatlı. Tembumuzu pulamayman. Irshangul üzüm yemsiz. Mushuni so'rash ketamdi. Üzüm bek tatlı. Yoqtirmay qolamdikin deb men Üzüm eli olunla üzüm. siz amraqmi? Üzüm Men bek kichik tatlı. o'zim yeyishni yaxshi ko'raman. 1 kilo bering, ha? Ha, ma'qul, ma'qul. Opam bizning uyga dasturxon akiradigan kuni kirim qildirman deydi. Menmi chuqum qildirman. U kuni opamni chiroyli yasab, chuqum xushal qilib etaman. Meningcha nurg'un jihatda alaylikim bor. Hey, shundaqmi? Ha, shundaq. Men qanday qilaman? Hey. Mening akam Dilshod o'tib ketgan bir ahmoq. O ishni olmayman deydi. Tazimi qamlashmagan. Biz to'yimizni ularda qilsak hargiz bo'lmaydi, Jumo. Shundaq, men shundaq o'ylayman. Mening singlimni bir ahmoq. Umi hech nima olmayman deydi. Hey, tazimi qiziqishda bu. Ikki ahmoq bir yerga kelibdi. To'g'ri dedingiz. To'g'ri dedingiz. Ikkimizning mijozi buncha mos keldigini o'ylamabdi ekanman. Hey, sizmi chuchugimni yaxshi ko'ramsiz? Yaxshi ko'raman. Chuchugini bek yaxshi ko'rmayman. Biz nurg'un jihatdan o'xshashganmiz. Bek o'xshaydi ekanmiz ikkimiz. Her ikimiz
ikimiz eside bir gidalı bulandı. Birimizni tapolmay, Boyun kısıp yürgendi. endi bizde kipiştik. Çimçaplaştık yepiştik. Endi bizde dipiştik. Çimçaplaştık yepiştik. Senin ben o senin ben, senin olmay kimliğin. Ezizane çok çetin titip aldan kulumda. Her ikimiz eside bir gidalı bulandı. Her ikimiz eside bir gidalı bulandı. Her ikimiz eside bir gidalı bulandı. Kuli asli yaratmay, Köyde boytak yakandı. aşık meşuk kulaylı. Bunu çakan tapaydı. Aşık meşik bulaydı. Bunu çakan tapaydı. Senin ben o senin ben, senin olmay kimliğin. Ezizane çok çetin titip aldan kulumda. Her ikimiz eside bir gidalı Men silini kessiler davatıman, kessiler. Hey. Bu neyim kağınala? Bu digen xeridarının. Meyner ötkes kandak bunu da. Hey. Xeridarının bosu neyim boptu, ha? Öydik işlerden zarını çağrıları yok. Siledek erdim, bek bizar olup kettim. Xeridarını oylaş, bizning məsuliyetimiz. Xeridarını oylaş degenin hemmisi quruq gap. Hemmisi saq tüpes. Degeninglar xata. Soda qildiganlarning ko'pinchisi yaxshi. Köpüncüsü diğerleri nemesi, ha? Sile degen çö menin erim. Ölgür qeyri. Hey. Bu xotin azroq pulni deb sarangib qolay deb qapti. Hey. Nan ilonlar nan. Hem issiq, hem mizlik. Hazırlı tonurdun kumadım. Nan alamsiz. Nan alamsiz. Birini berin. Bo'ldi, ammay. Qudam. Oy. Xudam, assalomu alaykum. Alaykum assalom. Qasla. Bizning o odam aldamchini tepamidi. Sizlar yordam qilib o oyoq sotgan aldamchini tepasizlar. O meni qo'yibdi. Necha kun izlabmi topamadim. Agar men o aldamchini tepib oladigan bo'lsam, yerim ulla qilib qo'ymasam, hisob emas. Voy qudam, sizga nima bo'ldi? Hech nima. Amsi nimaga qilib ketdilar? Ansam sizlar aldamchiga oldin verib, ziyoda ochiqni verib, doim shundoq qildigan qoplar. Dahada o aldamchini topmay bo'lmaydi. Uni adabini berish kerak. Adabini berish kerak o aldamchidan. To'g'ri dedilar. Agar uni tuta olsak, cho'qim qonunga topshirib berish kerak. Hey, qudam, sizlarmi mo'zdozku? Qudam, mo'zdoz bilan mo'zdoz o'xshamaydi juma. Men azaldan undaq nachar ishni qilmayman. Sizlar qandaqsiga mendan gumonlanib qoldilar. Ay, qudam, gumonlanganim yo'q. Demakchi bo'g'inim, o'xshash kasbdiklarni tunimdikin deyman, ha? Ma'qul, men cho'qim surishtirib boqaman. Ma'qul, rahmat. Xo'shamisa. Xo'sh. Bog'dek. Ha, bu kim bo'ladi ekan? Men sinab baqsam bo'lamdi. Bu degan ayolcha. Kerak yo'q. Ayolimning bo'yi meningchilik bor. Agar menga kelsa, ayolimga keladi. Nima degan qizqarliq? Undaq bo'lsa sinab beqing. Ma'qul, sinab baqay. Bo'ladi ekan. Mushuni olay. Ma'qul, qachlab beray.
Bu neyle? Xo'sh amsa. Rahmet. Hoş. Sen aldamcı! Aldamcını tutunla! Aldamcı ne? Aldamcını tutunla! Kaçıp gelmesin! Aldamcı! Aldamcını tutunla! Ali tez bol, tez bol. Ben hili aldamcını gördüm. Qani? Kaçıp gitti. Tez bölünüp izleyle sen bu tarafı bak. Ben bu tarafı bırak. Tez bol. Maqul. Aldamcı! Aldamcı! Aldamcını tutunla! Aldamcını tutunla! O kazzap! Aldamcı! Tez işini edecekler. Ben aldamcını tutmasam olmaydı. Yaxşı. Mulazım! Bu işini yiyip koyun. Kazzap kaçıp gidiyordu. Mulazım! Bu işini... Yıpılıp kaldı o. Yaxşı. Taqa, kimni izlaysiz? Ben bir aldamcını izleyatım ben. Nima? İyilik, gelem satqın aldamcı ne? Kızcaq, burutluq, egiz boyluq bir adamni gördünüz mü? Yo'q, ko'rmadim. Efendim, şap burut bir yigitni gördünüz mü? Kızcaq, bir yigitni gördünüz mü? Şap burutluq. Yerim küngen qısam bir gaçkan qıma. Bu Recep beni hatırı etti ha. Tasımı ussap gittim. Men bo'ldi. Nari o'zag'ir o'tidi. Asli bir qochganda. Keling. Bichara, men bo'ldi. Asta. Astırak. Keling, o'ltiring. Asta. Sen saqlab turing. Voy. Xotin. Tez kelib o'tigimni soldurib qo'y. Mana keldim. Voy. Bo'la. Voy. Qandaqsiga bunda xo'p ketdi. Elaqı aldamcını qo'g'layman deb bo'lmamdi. U o'lgur aldamchi. Bek og'rib ketdi. Ey, avi o'ltirgan xotin kim o? Ha? O yezdan kelgan ekan, mijozi xo'p qapti. Uningga choy qo'yib berdim. Undaq degan, voy. O'g'lim yezdan xotini olgan bo'lsa, menmi buncha avarib yurmagan bo'latdim-da. Bu mening xatoligim. Nimaga so'zlayverlar? U qochgan. Qacha? Kela, bu o'tinimni soldirib qo'y. Voy. Astra tasam bo'lmamda. Bek og'rib ketdi.
Akaslar. Astıraqtaq. Xudoyim jajisini bergay u aldamchining. Agar uni tutib olsam, qullig'ini uzib olmasam, hisob emas. Aldamchi tutula. Aldamchi. O qochib ketmasin. Vaycan, dada beni vurma. Ben Ali. Meni aldamga qo'ya. Yana aldamsa, ablah Dada, ben Ali. Dada, ben Ali. Ali? Aldamchi. Dada, aldamchi deb meni urg'unim nemizdaymi? Sen nereden payda bo'lding abdi? Uni tutmaydi deb qolgandim emas. Hozir bir Qon. bu. Asta aldamchi chiqib ketdi. Bo'ldi. Voy, nim bo'ldi balam, qan chiqibdi obdan balam. Bu yaramaz xotin. Men o aldamchini hamma yerdan izlab yursam, sen uni uyga yushirib qo'yibsan ku. Uni aldamchi qiz men nereden bilaman? Sen uning shapirtini ko'rmadingmi? O ro'mol atvagan do'sta, men nereden ko'raman? Dada. Aho ayol qarang. O yiliqi bizning uydan qochib ketgan aldamchi emasmi o? Qarang, kiyimiga, atvagan ro'molga xato emas. Uni qo'g'layli. To'xta. Uni qochirib qo'ymayli. Sen orqasidan qarab tur, qochib ketmasin. Men oldidan berib uning burdi bormi yo'q qarab baqay. Biz shundala bilalaymiz, ha? Uqdimi? Ali, tez bo'l. Bo'la. O yiliqi aldamchi dal shu. Qochirib qo'ymayli. Sen u tarafdami? Men bu tarafdaman. Ma'qul. Uni yetishib ol. Bu odam nima ekanligiga kirib oladigan-da. Xato emas. Yiliqi oyoq jasini olgan aldamchi shu. Uning terisini ta'tir so'ymasam hisob emas. Qani elanglar. Qani, bu yoqqa keling. Qani, bu yerda o'tiring. Choy iching. Eling. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Qani keling. Yigit, choy kel. Ma'qul. Nima degan yuzi qilin qayri bu? Bo'lmaydi. Uningga o'zimni bir tunutib qo'ymaydigan bo'lsam. Ey Burut. Men amal qilib uning burutini ko'rishim kerak. Bu sizni. Qani mehmonlar, av ustalga beringlar. Ko'rib bo'ldingmi? Unimsiz qayri. Sen zaten nemish qilmoqchiding? Herkes xapamman. Men xato qilib qaptiman. Men texi hiliqi burutliq mekenda. Quruq gap qilma. Ro'molning ichida qandaqsiga burut bo'ladi. Kechiring. Tunugun men ko'rgan hiliqi burutliq hiliqi aldamchi mekan. Mang, soqchixonaga boramiz. Mang. Men bir qiyra odam. Qandaqsiga bu hiliqi Nima u bu degan? Saqchi yo'ldosh, bu qayri ayollarni ozdirmoqchi bo'layotdi. Yo'q. Men undaq emas. Herkes undaq emas. Men bir burutliq odamni izlayotgan, hiliqi aldamchini. O bir aldamchi. Nima deydiganda bu? Burutliq aldamchimikan? Oy. O bek og'rib ketyapti. Boynimni midirtamayapti men. Oy. Boyningni og'irg'amiz doktorni chaqirib long qo'yg'izayli, bo'lamdi. Mush og'ribatamda. Bu yacho. Bu ham og'ribatamda. Qattiq og'riyapti.
Mayli, qandaq ish bo'lmasin, hargiz qattiq vaqirmang. Oy! Nima ish qilib vaqiraysiz? Men kasal manbasini tepyapman. Odam degan ba'zida o'lik, ba'zida tuban gap qildigan tursa. Ma'qul. Men sizni hozirda saqaytib qo'yaman. Bu nima qilganingiz? Qo'rqaman. Qo'rqaman. Undaqda qaytib keting. Bir oydimi saqayanmaysiz. Qaytib keting. Ma'qul, men ko'zimni yumib olay. Bundaqda bo'ladi. Nahid yaxshi. Sizning go'shingiz chiqqan. Lo'ng chin turdi. Buni nahid tez saqayib ketadi. Xotirjam bo'ling, Xotirjam bo'ling. Men bek usab ketdim, lo'ng tushib ketmas. Tushib ketmaydi. Naqshi aytsangizmi, usul o'ynasangizmi tushib ketmaydi. Ishonmasangiz sinab beqing, Sen aldamchi, to'xta deyman. To'xta! Bu aldamchi! Hey, mening noqam! To'xta! Bu saxtbaz aldamchi! To'xta deyman. To'xta! To'xta! Hey, to'xta, mening noqam! Hey! Bu aldamchi, to'xta deyman. To'xtang, to'xtang. Nima qilasiz, Mening noqamni olib nima qilasiz? Texi pulni bermadingiz. Endi texini tilyapsiz. Qanday qilasiz? Men sizni tilimidim. Aldamchini tilyapman. Voy, haqkan. Sizni davola qilib bo'lmagidik. To'xta deyman. Yeyib bitaman. Uqtilma. Obdan qudam, vergiz bunda qilmang. Men mo aldamchiga aldandim. Hozirgacha aldamchini topa olmayapman. Pulni tezda qaytarib beraman. Bo'ldi qiling deyman, xotin. Men qarsla, bularni-chi qaytarmay qolmayman. Mana. Meni ko'ringlar. Meni saxta oyoqlar. Men qarsla qudam. Buni xapamay epkasilar. Pulimni qaytarib beramla. Talayxon, bo'ldi, xapamizlar. Bo'ldi qizlar. Bo'ldi, xapamizlar. Talayxon acha. O'tlarni ep keldi. Hammasi qo'rq o'tin. Hammasi o'rikning o'tini. Shabrut aldamchi shu. Sen axir tutib oldin, Obdan tag'a, men aldamchi emas. Sen aldamchi emasmi? Eshak shunga aralashtirilgan gilamni menga sotding-ku. Shundaq, men sotgan. Biroq bu gilam mening emas. Bu gilam mening emas. Sening emasmi? Emas kimning? Ita. Bo'lmasa seni hargiz bosh qo'yatmayman. Ita. Bu Demsa demamsan. Bo'lmasa seni qozonga tiqib o'taman. Tez et. Ida. Bu gilam Talayxon achamning. Talayxon! Hapsini yuzimni tikib oldim. Sizlar menga nahayt ko'p ziyon soldilar. Menmi bundaq to'yni qilmayman. Tez pulimni qaytarib besla. O'g'lim qizlari bilan to'y qilmaydi. Voy. Sizlar pulni qaytarmaslar, mening qizimcha o'g'illarga tegmaydi. Tez pulimni qaytarsizlar. O'g'lim qizlarini olmaydi. Pulimni qaytarmaslar, qizim o'g'illarga tegmaydi. O'g'lim olmaydi. Tegmaydi. Olmaydi. Tegmaydi. Hozirdan boshlab bizning aloqamiz qolmadi. Menimcha sizlarda qudam yo'q. Uxlab tushdiring. Ham xiyol. Ular kichikini pulni deb boshqalar ziyon silib, oxiri o'zlari ziyon tortishdi. Nima degan satchilik bu, Kichikini pulni deb
Texmi ko'p ziyon tortdi deysizlar. Hey. Ammo gapimni anglang. Pul muhim emas. Agar o'shangil bilan Ali kelisha olsizlar, ularning barliq to'y chiqimini ko'tarishga roziman. Rost aytayapman. Rostmi? Albatta rost. Men deganimni qilaman hamma. Mana bu mening zakaz qilgan ish haqimning bir qismi. Sizga beray. Ularga men yordam qilaman. Bak yaxshi bo'ldi. Buncha ko'p pulni nerdan topdinglar? Halol emgigi toyini topgan. Dikende. Xudo o'zing ba, nega qochsang kim qani? Ay, oyjon! Nima qilyapsan? Midirlama. Bo'lmasa kesilib ketadi, midirlama. Astroq. Hey, midirlama. Şabrut kasap. To'xta! Mening pulim, pulni nega birsin? Mening pulim. Mening Xolidim. Hey! To'xta! Pulim! Hey, to'xta! Mening pulim! To'pamni qaytirib ber! Xolidim! To'xta! Aldamchi! To'xta deyman! Pulim! Mening to'pam! Hey! Mening Xolidim! To'pamni qaytirib ber! To'xta deyman! Hey, to'xtam! Men aldamchi chiqishim kerak! Pul nima? Voy, oldirmay tursan, bilmamdimmi? Pulimni beribdi. O'zim berayman. Hey, to'xtam! Pulimni bermadi. 50 deb. Hey, to'g'ri emas, men yerimni og'izga tursam, ana 25 deb.
To'xtab turing. Bu o'lgur qari, sen o'zingning eski do'ppisini tashlab qo'yib, mening yaxshi do'ppimni yeb ketmoqchi. Aldab turing, olay. Kechiring. Qoldiring aka. Kechiring, xushmat. Kechiring, adash. Kechiring. Aldamçı toxta! Toxta, ne kaçsan? Yaxşı, tutul aldım. Asta! To'xta, ninimni to'la. Voy can! Voy can! Qani kela. Toxta! Oy! Ha, kela, kelmamsa? Ha? Kela. Oy. Oy can! Oy. Vay canına! Toxta birader, açıqlanma. Qara, nan ye, nan. Qani ala. Sen o aldamdan to'lagan bo'lsang, odamga his qilishni bilsang, mening nenimni yeb turib, yeni meni tishlamaysan. Qarab tur, men qandoq o'timankin, ha? Qarab tur, ha? Oy!
Nereye git? Yok al. Oy. Yok al, yok al. Yok al, yok al. Oy. Birodar, sen tavuz qarayapsan? Shundaq. Bir o'g'ri sening tavuzligingda tavuzlarni o'g'irlayapti. Rostmi? Shundaq, men o'z ko'zim bilan ko'rdim. Boya ishning qolib ketgani bekor emaskanda. Bu o'g'ri mushuning bilan necha qitim keldi. Endi buni hargiz bo'sh qo'yatmayman. Shundaq yo'qlab ketibdi. Oyla. Ras. Tavziya, rahmat sana. Rahmat. O Soltak, o o'g'ri, men seni saqlayotgan necha kun bo'lgan edi, seni axir tutib oldim. Men yaxshi odam, hargiz o'g'ri emas men. Ey, o'g'ri bo'lmasang nima qilib tavuz o'g'irlaysan? Ish nima uchun chiqalaydi? Ha? Ay, qadrlik aka, siz avval ishtingizni to'sib turing. Ha, men tushib olay. Hamma gapni tushgandan keyin deb beray. Men hargiz ishonmayman. Ishtim yaxshi odamga uvol qilmaydi. Men yaxshi odam. Gapimni anglang, xudo haqqi qasam qilay, men o'g'ri emas. Ha? O'g'ri o'g'irlikni qilgan sari shuncha ko'p qasam qiladi. Xudoning haqqi hurmati uchun bo'lsa-mu, bundaq demang. Men ishtimga ishonaman. Sening gapingga hargiz ishonmayman. Chiroyingdan chiqib turmamdi. Shu turqing bilan tavuz o'g'irlig'iga keldingmi? Qarag'ana, mening tavuzlarimni qilib atganini. Bu o'g'ri. Ishonmasangiz surishtirib beqing, men guvoch deb beray. Guvochining keragi yo'q. Qarag'ana, shuncha tavuzlarim kerakdan chiqibdi. Oz bo'lgandimi? 200 so'm to'laysan. Men zinini to'lab beray. Bo'ladi. Necha pul to'laysan? Men sana 20 so'm to'lab beray. Nima deding? 20 so'm? Berib kichik bolani oldi. Undaqda yana 5 so'm qo'shay. 5 so'm qo'shsang bo'lmaydi. 30 so'm bo'lsin qandaq? Sen ishtimdan so'rab baq, qo'shilamdi-ki. Undaqda 40 so'm bo'lsin, 40 so'm bo'lsa bo'la qandaq? To'liq ko'tildi avama. Ona botur. Undaq bo'lsa 50 so'm bo'lsin. Bo'lmaydi. 50 so'mmi bo'lmamda? Qandaq degan gap bu? Qancha so'zlasanmi beka? 100 so'm bermasang seni qo'yib o'tmayman. Bo'lmasa bu yerdan ketaman deb xom xiyol qilma. Nimanchicha? Ufka, qaytib kelmay 100 so'm to'lasammi to'lay. Men ishtimni epgat. Men to'lasam-go bo'la. Allah. Oy, atti yana chiqib ketib, endi qaytib keldi-ku. Qanda qolgan saqal bu. 20 yil opdi-ku dadisi. Sening ko'ngillarda faqat o'zlarinla bor. Ögüllik oğlumuz için dastıxan apırmız. Bunu bilemla, bilmemla. Sılının eslardı bulmasa, mening esimdi var. Ekesler, pul besler. Pul yok. Qandaqsig bo'lmaydi? Pul ne? Dehqonga berdim. Bu qaysi yanıdıq etizlik qabadılma?
Balının işi bilen karnları var mı, yok mu? Karım yok. Bu iş sadesini kollarıyla tüyüşetti. Yok al. Ma'qul. Bu gapni o'zlari qildilar. Endi men ham qarim yo'q. Menmi jah to'ydim. Menmi to'ydim. Menga bu uy kerak emas. Menga kerak emas. Karım yok. Karım yok. Müşüne kısam bulamdı. Bu naytımı pek çıraylık bulsun. Dilshat. He? Qarab dur, ben çıkıp girey. Ma'qul. Uzun bo'ldi, yo'qolib ketdingiz, bek aldirashmi? Hozir men Vangrayzga ishlayapman. Mening do'ppam O'rta Osiyo va Yevropa bozoriga kiribdi. Shundaqmi, nayt yaxshi bo'pti. Sizni tabriklayman. Sizlar olgan kiyim birinchi darajadagi mukofotga erishibdi. Nima degan yaxshi? Dadamning gapini anglasam, uning deganimi to'g'ri. Uyimizda azroq ish chiqib, ziyon tatdiq. Dadam ochiqdan bo'g'ilib qolay deyotdi. Nimaga undoq bo'ladi? Dadangizning puli borligini kim bilmaydi? Unchalik pul uni hech nima qilolmaydi. Yo'q, bu dadamga munosabatli emas. Meningcha biz to'yni oddiyroq qilsakmikin degan. Bu ya bizning tunji to'yimiz bo'lmasa. To'y qilgan bo'lsam nima bo'pti? Men 8-10 qatim to'y qilsammi, men yenilimman. Shernayning to'yligi qanchalik bo'lsa, mening to'yligim shunchalik bo'ladi. Sizga shuni deb qo'yay. Qila olsangiz qiling, qilolmasangiz yo'lingizga men. Rushangul, siz Hey. Qasım tağa, bu yoqqa keling, ha? Sen nimaga kelding? Men bir ish bormikin deb kelgandim. Bir ishdimsan. Eliqi aldamchilarni texchi tutolmadim. Biroq bugun o'g'lim uchun dasturxon olib beramiz. Qo'ynimni olmadik, texe. Tazimi bir. Nasbasdi, bu ishni qanday qilamiz ki? Qo'yni men berib akilay. Ondaqda qo'y yaxshi bo'ladi. Biroq boshqalar bayqab qolsin. Xotirjam bo'ling. Pulni menga bersangiz, yo'g'on qo'ydim bir nakab berman Qosim tağa. Ma'qul. Bir, ikki, uch, to'rt, besh, olti, yetti, sakkiz, to'qqiz, o'n. Qosim tağa bunchalik pulga qandaqmi cho'ng qo'y setib olib bo'lsin, kichikini paxlami setib olib bo'lmaydi. Bu pulingiz nimaga yetadi? Mo'shinchilikda pul bor. O'zing qarab setib olasan. Bo'lib qudamning uyiga opa. Qosim tağa, men bilmasam qandaq deb boraman. Ondaqda seni yengam billa opasin. Ma'qul. To'xta. Bu yoqqa kel. Yana uyiga qaytarib kel. Yengam o'zi opasin. Sen borma. Ma'qul. Boshqa ish bormi? Boshqa ish yo'q. To'xta. Qosim tağa, bugun zodi sizga nima ish bo'ldi? Bo'ldi, mana.
Qizlarim, tez tatlı turumlarni tez bitinglar. Ma'qul. Açsыңlar, sizlarmi tezroq bo'linglar. Mehmonlar kelayli deb qoldi. Voy, Vaqtmi bo'lmasa. birek berib qoldi. Ma'qul, hozirli bo'lamiz. Ha. Qudam. Ayol qudimiz nemish tex kelmaydi. Vaqtmi birek berib qoldi-ku. Hozirli keladi. U qo'yog'ili ketgan emasmi? Hozir qo'yoqmoq bek tasib ketdi. Semizni olmasa tegib bo'lmaydi. Qancha cho'ng talasa shuncha ko'p pul xarjlaydigan gap. Biroq bugun degan xushallik kun. Qanchalik xarjlasa arziydi, qudam. Shundoq. Dilshod. Mehmonni obdan kut. Mehmonni mazak taklif qilib tur-a, bolam. Talexanacha? Ha? Oy, Mehmet keldingmi? To'xtab tur, ha? Hozirla tushiman. Mimallah, ağaç o'tiringlar. Mehmet, bir ish bormi? Bugun qutlug' kunkan. Shuni sizga yordamlashay deb kelishim. Burning nimandaq sezgir sening. Bugun atdigandan beri palaxshib yetishamayli qoldim. Men qarab ukam, mundaq bo'lsin. Sen berib bir harva obdan o'tin ekib baygina. Bo'ladi. Chataq yo'q. Hey. To'xta. Bu yoqqa kel. Yaqindan beri bir ish qilmagansan, ha? Yo'q. Men cho'h bir tush ko'ribdiman. Tushimda bir it hamon sening orqangdan qo'g'layotgandek. Tushingiz to'g'ri. Bir necha kundan beri bir odam ishda kenimga kirib oldi. Men u odamni ozdirib qochib ketdim. Shundaqmi? Undaqda nihoyat yaxshi bo'pti. Sen cho'fkam, bek diqqat qilgin. U odam seni hargiz tutolmasin. Shundoq. To'g'ri deysiz. Men yiliq oldamjin tutib oladigan bo'lsam, soqilini yo'yib ap kelib, atasa bir taldan yurolmasam hesab emas. To'g'ri, cho'qim shunday qilish kerak. Xotin, xabar yug'uringlar. Tez chiqinglar, ayibxonachimiz keldi. Ey qizlar. Talexan, tez chiqsinglar. Mana, teshikmi ayibxon. Teshikmi sherinay. Sizlarni saqlab. Ey qizlar. Qizlar. Yaqirg'u sizlar. Qani. Bu yoqqa chiqing. Oy, aldırmay. Men keldim. Akaga nemisini qaranglar. Hech kim olmaydigan sat 3 kun akaga. Nima satchilik bu? Qosimgam nima degan bexil odam? Akaga qaranglar. 3 kishiga qaranglar. Nima satchilik bu? Qaranglar akaga 3 kishini. Qudam, bu nihoyat ta'sir tanlab akaga semiz qo'ydirma. Bo'ldi. Buningchi öylürge ep kessile. Açıklanmışlar kudam. Yaş ballaha koy elişini bilmey demez mi? Onçilik pulğucu özünüz berip ep gelin. Aldamçı? Oy aldamçını tutunlar. Onu kaçırıp koymanlar. Onu kaçırıp koymanlar. O aldamçı. Onu herkes kaçırıp koymanlar. Koyunu kaçırıp koymaylı. Onu herkes kaçırıp koymanlar. Koy tam da çıkıp aldı. Bu yediken sen onu tutunlar. Bu yakı çıkar. Bu yakı çıktı ben. O kaçıptı. Onu kaçırıp koymanlar. Onu tutunlar. Nege kaçsan ki o haramzade. Nege kaçsan. Tokta deymen. Tokta. Vay canım. Bana sana. Obdan aça beni vurmam. Sen beni şunç köp ziyan tatqızdın. Menin közüm herkes qargı emas. Meni qo'y o'tam. Men rostla aldamchi emas acha. Sözleme. Bana ayak satqan adam del sen özüm. Shunaq. Biroq u oyoqlar mening emas. Rost gap qil. Zodi kimning, ha? Kez aytdi. Demisang, seni so'q ketaman. Menday.
Sadi kimning? Ayta. Menday. Acha, menday. Menday. Sadi kimning? Menday. Bu ayakla Kasım tağamның. Ben onun yardımcısı pul tepiş bir vatkan şu. Acha. Söyleme! Onun diğerlerinin hammasi yalgan. Canım Kasım tağam ben yalgan söz demedim ben bu ayaklarını şu ammamı satkan. Kudam kaltıs kella ha? Yine dehi menin oğlum bilen kızımni aldap kudup olmakçıma. Uxlap düşleri. Pulumni tölisle. Men bu işini çok sakçık ma'lum kılıman. Kudam, pulunuzni төлep berimen. Bırak, men bu işini sizge ziyankeşlik kılış üçün kılmadım. Kudulığımızın yüzüne kıp bolsumu boldu kılıvıdım. Bolmaydı. Unda qasa iş yok. Eğer derhal pulumni qaytırmaydı kella, senin kandak adamlıklarını men çok